Ushbu manekenda ko'rsatilgan narkotik moddani inson organizmiga ta'siri. Biz bilamizki, narkotik moddalar, ya'ni ayniqsa sintetik narkotik moddalar insonni markaziy asab nerv sistemasiga, yurak qon tomiriga, yurish, mana tanish harakat tizimlariga salbiy ta'sir qiladi. Ayniqsa teri kasalligini keltirib chiqarishda ham juda asosiy aktiv modda hisoblanadi. Umuman olganda o'zi biz aytishimiz mumkinki, bu narkotik moddani iste'mol qilib hech kim foyda topmagan. Bir narsani aytaman, sintetik narkotik moddada birinchi iste'moldayoq ya'ni qaramlik keltirib chiqaradi. Zaharlanish yoki perdoz bilan o'lish xavfi juda yuqori. Xullas, muhim bu yerda xulosa, sintetik narkotiklarni birinchi marta iste'mol qilgandan odam ularga o'tirib qoladi. O'tirib qolish ta'mini ko'ray ham deb iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Albatta, umuman sintetik narkotiklarni voz kechirsak, eng yomoni bu milliy genofondimizga salbiy ta'sir qiladi. Sababi sintetik narkotik modda iste'mol qilinganda genini o'zgartiradi va undan keyin bizga kelajakda 10-15 yildan keyin nogiron bola tug'iladi. Bu nogiron bolani bitta oiladagi nogiron bolani boqishni bilasizmi? Juda og'ir holatda va uni o'qimaydi, u katta bo'lgandan keyin ham o'sha miya faoliyati yaxshi rivojlanmaydi. Umuman jamiyatimizga zarar keltiradigan qatlam paydo bo'ladi.